Biz namozga Allohu akbar deganda qo'lni bunda ko'tarish bor-ku. Mana qo'lim bo'sh, hech narsam yo'q. Kerak emas menga hech narsa. San bor joyda menga mana qo'l bilan o nemisan kudan endi ho desa qo'l ko'taradi. Yo'ki ruku berx. Qo'ling ko'tar, taslimlik u. Shuna qo'l ko'tarasiz, otmaydi. O'sha bu narsa qarasa ot tashlash mumkin. Taslim bo'lganingizda o'sha ham otmaydi. Biz Xudoga taslim bo'lib chiqamiz. U quloqqa tegish degani buning ma'nosi shu darajasini, ko'tarilish darajasini belgilash uchun. Bu asamda qilsa ham bo'laveradi. Bu degani men endi xoh degani u. Allohu akbar deganda Alloh ulug', men qo'limni ko'tardim Alloh uchun, men taslim bo'ldim degani. Qo'l ko'tarish o'zi taslimlikmi bu? Dushman kelib qo'ling ko'tar deyishdan maqsad taslim bo'l deyish, to'g'rimi? Biz namozda Allohu akbar deb taslimni ishora qilamiz. Qalbimiz taslim bo'ladi shu yerda. O'g'limizni quchoqlariga o'tganda ichdan o'tgan narsada ich bilan tashqi bir xilmi? Yo taslima, yo manzur. Allohu akbar. Sanan akbar, mana akbar deb qo'ysak, u mana xushi yo'qdi uni. Ichi yo'q. Motori yo'q mashinaga o'xshaydi. Maqtab o'tirib zavat qilsa ishlamadi. Hansa motor yo'q bunda desangiz, boshingizga soladi. Masalanda sotmoqchi bo'lib turgan narsangizni sota olmaysiz. Motori yo'q dengchi bozorga borib. Hech kim yaqinlashmaydi. Bu namozni olar ekan. Motor yo'q u. Allohu akbarni ichi bo'sh. Bu yerda Allohu akbar, ichda qo'y akbar. Qo'yni yungini olish kerak degan g'am turibdi ichda, qo'y akbar bu. Qo'y akbar deb ichda, tashqarida Allohu akbar. To'g'ri kelmaydi. Bir-biriga zid. Endi qo'shnini o'g'lini bor quchoqlab o'pasiz, u yuzaki, u ichda ishtimi yo'q. U sog'inganingiz ham yo'q. U yolg'on. Xuddi shunga o'xshatib namoz o'qimizda, u xushi yo'q. Ana shu ichi yo'q o'shani. Qo'shni o'g'lini quchoqlab qanday armiyadan kelsa bor va ja sog'inib ketganda qilib qo'yamiz, ko'tarib tashlab vobshi ichda ishtimay yo'q, to'g'ri kelmaydi. Bu hammasi yuzaki, aldash, abban. Namozimizni shunday qilib o'qisak, Xudo taolo qabul qilmasligini, ya'ni qabul qiladi, pilis qo'yib qo'yadi, o'qimadi degan jazoni bermaydi. Lekin namozni xushuni o'qisa, beriladigan juda ham katta bir fond bor. Juda katta bir pul bor. Oxirat dunyoga ham ta'sir bor. Xushuni o'qiganda har qanday ish yurishadi. Ta'limil mutaallimda aytibdiki, eng kuchli rizq jalb qiluvchi amal namozni rukunlarini joyiga keltirib, xushu bilan ta'zim bilan o'qisa, rizq kelishi juda tezlashadi degan. Rizq masalasida ham, dunyo rizqida ham o'sha xushuni o'qiganlar rizq ulug' bo'laverar ekan. Qarang. Dunyoga ham, oxiratga ham foydasi bor. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, meni ko'z quvonchim namozga qo'yildi. Ko'z quvonch namozda. Masalan, dunyoda ko'z quvonch degani biz narsalarda, buyumlarda ko'z quvonchda bo'lamiz. Payg'ambarimiz esa namozda ko'zlari quvonar ekan. O'sha qalbidan o'qiyotganlari uchun Xudo taolo u ne'matni berib, uni kishini o'zi hidoyatiga, qalblarini hidoyat qilib qo'yganda. Endi rukuga tashladiku, masalan, Allohu akbar deb rukuga tashladi. Bu ta'zim, sinish. Xushu nima degan desa, tikka turgan narsani egilib qolishiga xushu deydi asli. Biz rukuda xushuni ishora qilamiz. Allohu akbar deb egilganda qo'y akbarni yoqqa qo'yib qo'yib, Allohu akbar haqiqatan Allohning ulug'ligini taslimiyat bilan, chin dildan, ishonch bilan, ya'ni qalban tasdiqlagan holatda taslim bo'lib tashlab, Subhan Rabbiyal azim desak, Rabbim, ulug' deyamizmi, o'zim nol deyishimiz kerak. O'zi hoksor bo'lib ketish kerak shu vaqtda. Odamning ichida man degan narsa bor, bir narsalardan g'ashnovlik bor, kibr bor, hammasini sinib ketishi, yo'q bo'lib ketishi o'sha ta'zimda. Xushu, ana o'sha xushu. Shunday egildimi? Endi mashq qilish kerak. Inson rukuga, sajdaga borayotganda uyda mana nafl namozlari o'qib, buni xushuga o'rgatish kerak. Odam o'zini o'rgatadi. Masalan, Allohu akbar deb rukuga tashladimi, birinchi savolni bersin, nima qilyapman deb. Chunki xayol har yoqda bo'ladi-da. Shoshmasam, men nima qilyapman? Qo'yding, yo'q, qani qo'y. Paxta, qani paxta? Ha, yo'q, namoz. Ha, ana, endi o'zingga kelding. O'zimiz bilan gaplashib, endi o'zingga kelding. Namozda nima qilish kerak o'zi? Ha, Alloh taolo bu o'qiladi-ku. Qani Alloh taolo?
Ya Alloh, endi o'zing yordam ber. Men nolman, sen ulug'san. Bo'ldi, xushuni topib oldi. Shu 5 minut subhon robbil azim, subhon robbil azim, subhon robbil azim deb turavering topib olguncha. To Xudoni topib kelguncha xayolni ichida bir dengiz ichiga tushgandek tushamiz. Har narsa suzib yuradi ichida. Qo'y ham bor, paxta ham bor, gul ham bor, masalan hamma narsa bor. Hammasini kish qilib yo'ldan ochib, Xudo haqida ham aylanib qoladi. O'shani shart ushlab shu xayolni olib kelib, ey Allohim, sen ulug'san, haqqoniman o'lda. Xohlang kuning yo'q qilib olasan, xohlang kuning bor qilasan, xohlasang do'zaxga tiqasan, xohlasang jannatga kirib baxtli qilib qo'yasan. Endi sen oldingda men o'lda endi, sen degan fikr, xayol shuni yog'ilib kelsin, xushu ana shu. Ana shu holatga kelib namoz o'qish xushu. Keyin turib sajdaga borganda ham yana shu. To'xtab, shoshilmay Subhon robbil a'loni 3 marta aytaratmas, tap boshni ko'tarmasdan o'sha o'zingizni taslim bo'lib. O'zi odamlarni birovni hurmat qilmoqchi bo'lsangiz, egilib ketaveramiz, mana shu olib ketaveramiz oldida. Hurmati baland odamni oldida egilaveramiz. To'g'rimi? Agar bu qarzdor bo'lsa bormi? Yo bir arpasini xom urib qo'ygan bo'lsangiz, bir gunoh qilib qo'ygan bo'lsa, guldirib tashlab beramiz oldiga. Tizzalarini ham tushamiz. Xuddi sajdaga o'xshab ketadi. Xudoga ana shu kayfiyat bo'lmaguncha xushu bo'lmaydi. Yaratuvchiga qalbimizda ana shu chista bo'lishi kerak. Tashqi harakat, ichki harakatdan bir bo'lishi kerak-da. Xuddi o'zini o'g'lini quchoqlab o'pgandagi, mana armiyadan kelgandagi quchoqlab o'qishdagi qalb bilan tashqi harakat bir xil bo'ladi-ku. Qo'shnining o'g'lini quchoqlaganda emas kerak-da endi. Masalan. Shuning uchun har bir banda bilan banda o'rtasidagi munosabatda ham nima ko'rinadi? Xushu ko'rinadi. Ya'ni xushuni tashqi ko'rinishi ko'rinadi. Agar ichida bormi, yo'qmi, endi uni Xudoning o'zi biladi. Bir xil yolg'on manzarat qilib hurmat qilgan bo'lib turaveradi-yu, boshini egib. Lekin ichida ijtimoiy yo'q. Ba'zan shunday holatlar bo'ladi.